Assalomu alaykum, biz Suv kanalimiz kuzatuvchilar. Bugungi Airfin Integrity yo'limizda shunday muammo bo'layotgan ekan. Yo'l ishlamayapti. Xo'p. Buni hozir ochib, ichkaridagi holatlarni videomiz orqali ko'rsatamiz. Videomiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana aka. Xo'p. Chiska qilinmasa nima bo'lishi oqibatlari? Chiska qilinmagansa, rashitin vaklari o'zi teshilgan. Muammosi sal ko'proq bo'lgan buni. Shuning uchun o'z vaqtida chiska qilib turish kerak yo'lda. Videomiz davomida mana teplab endiklarini yechdik, polностью. Nasoslari. Bu suv aylanadigan sistemasi. Joydarchasi aytganda suv aylanadigan sistema deyishimiz sababi gidroblok yo boshqa narsa deydigan bo'lsa ko'p kishi tushunmaydi. Shuning uchun suv aylanadigan sistemasi. Bu sirkulyatsion nasosning korpus qismi. Chiska qilish kerak deb bejizga aytilmaydi-da. Xo'p, mana. Bu narsalarni har suv joyiga, sharoitga qarab har 2 yilda yo 3 yilda bir chiska qilinishi kerak. Qilinmasa uni iloji yo'q mana. Endi bu sistemalarda suv aylanishi juda problema-da. Bu bitib qolgan bu. Bu yerda suv aylanishi qiyin masala. Bu bitib bo'lgan bu. Hop, videomiz polностью kerakli qismatni yechib oldik. Bularni chiskadan keyin rashitinni yangi bak qo'yamiz. Polностью chiska qilingandan keyingi holatini sizlarga video davomida qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sizlarga kerakli bo'ladigan bir savol javob bo'ladigan bo'lsa kommentariy yoki pastdagi nomerlarni telefon qilsalaring javob berib olamiz.